Assalomu alaykum, Lider Kirol kanali obunachilari. Sotiladigan quyonlarimiz bor. Shular haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Yoqsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi sotiladigan quyonimiz Hatot tikka quloq samez. Ota-onasi ham toza hatot bo'lgan. Kichkina narsa. Yoshi taxminan 4,5-5 oylik ishlashni boshlagan. Xudo xolasa ishlashlari zo'r. Ikkinchi sotiladigan quyonimiz Strakach. Strakach pyostri samka. Yoshi taxminan 2,5-3 oylik. Qo'llari to'g'risi dona. Qo'llari ham cho'tki kelgan. Xo'p, palasalari uzilmagan. Ko'rishingiz mumkin. Orqa tarafida ozgina siyralashgan, lekin uzilmagan. Narxi arzon emas. Narxi to'g'ri kelsa sotilaveradi. Ota-onasi привозной, Germaniyadan kelgan. Keyin sotiladigan quyonlarimiz Golland pandalar. Hali sutdan chiqmagan bular. Bir oyda o'tgan. Narxini kelishib qolsak, sutdan chiqarib 45 kunlik qilib beraveramiz. Maski sharflari bunisinikini ideal kelgan. Bularniki ozgina kelmay qo'ygan. Lekin yaxshi samesga qo'yib ishlasanglar, bolalarni cho'tga beraveradi xudo xolasa. Ota-onalarni ko'rsatib o'tib ketaman bularni. Shu onasi shunisi otasi. Maski shariflari cho'tki kelgan, otasini ko'rishingiz mumkin. Tekis kelgan. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kanalni qo'llab-quvvatlash uchun like, podpiska bosish esdan chiqmasin.